Assalomu alaykum hammaga. Traktorchi akalarimiz charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mana yasayotgan frezamiz bitib qolish arafasida 80% ga ishlari bitdi. Juda chiroyli nazarasa qiynagani mana shu nolaga chiqarish bo'ldi. O'yinga aylanishi. Xudo xolasa hamma yo'g'i chiroyli harakat qilyapmiz zavодskiy holatga. Reduktor joyi aylantiradi. Bittan bitta bolt qo'ymoqchi edik. Fikrimizdan qaytib qo'ymadik. Ichini ushlab turgani. Ichiga hozir 10 tarafimiz bu teskari taraf bo'lib qoldi. Teskarida birinchi reduktorni bo'yidan bitta saridor solib qo'yamiz. Xudo xolasa ayollarini resorini to'g'irladik, qatirib qo'yish qoldi. Ko'tariladi, tushaveradi. Endi ildirib qo'ysak, ligiruvchi bo'laveradigan holatda bo'ldi. Pichoqlar maskos resurlaridan flanslab o'zimiz terdik. Xo'p, beraverasizlar. Ayollarni qatirib qo'ysak, xudo xolasa orqada mana 50, 60, 70, 90 gacha agatlar ham ishlab, ham agat olib ketaveradi. Pichoqlarni harakat qildi, shaklini chiqarishga birin-ketin. Xo'sh, qiladigan ishimiz bitta aylantirib, yo'q pichoqlar joyiga qo'yamiz. Bitta yaxshi reduktorga jinday boshimiz qotyapti. Qanaqasidan qo'ysa ekan. Kengashamiz, fikrlashib ko'pchilik bo'lib, xudo xolasa ham chiqarib yuboramiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, narxlarini hisob-kitob qilmadim hali. O'zim qilmoqchiman deganlarga qiziqsanglar, fikr bildirsanglar, tashab qo'yaveramiz hisob-kitobini qilib. Endi birma-bir qilib bera olmasak ham o'rtacha ketadigan narxini chiqarib beraveramiz. 400 ming yog'i bu yog'i bo'lishi mumkin. Ishonaveringlar, mana shuni aylantirib olish 2,5 kun vaqtimiz oldi. 2,5 kunda chiqardik. O'zi aylanaverar ekan, lekin elipis bo'lib qolsa, endi biz nima qilyapmiz? O'zimiz qo'lda aptagenda teshib, nima qilganimiz uchun juda ancha boshimizni qotirdi. Oxirgi aybimizni mana topdik mana shu yerdan. Pachimlikni orasiga, stoyka bilan orasiga mana ko'tarilib turib, o'rtada shayba qo'yib, mana shundan chiqdi aybi. Kimda qanday ba'zilarga to'g'ri tushib qoladi. Keyin ko'z tegmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa bitish jarayonlarini ham chekkadan ko'rsatib boraveramiz. Keyin buni yana bitta nimasi bu 1.60 eniga bo'lyapti. Mini traktorga mosladik buni. 1.60 eniga. Hop, 40 ta pichoq ketyapti. 4 tadan 10 qator tushgan. 40 ta pichoq moslab qildik. 1.60 mini traktorlar 40 ot, 50 ot kuchigacha. Xo'sh, 30 ot kuchini tepasida 540 bo'mi bolalar bemalol ishlataveradi.